Ovqating tayyormi? Bugun ovqat qilmadim. Nimaga? Ha, uyda hech narsa qolmagan. Ha, o'tgan kuni bozorlik qilib keluvdim-ku. Mana nima qilay? Oyizladi. Nima oyim? Qanalar o'zlari? Ana, o'tiribdilar chaynalib. Tavba qildim. Odam ham shunchalik yeb to'ymas bo'ladimi? Ertalabdan kechgacha ko'shingan. Hamma to'yadi, lekin oyijon to'ymaydi. Dadasi, bitta gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Bilaman, oyijonni yaxshi ko'rasiz. Men ham yaxshi ko'raman. Men ro'zg'orni siz o'ylab gapiryapman. Oyijonni qanday uyga tashlab keling? Nima? Tushunmadim. O'ylab gapiryapsan. Bu nima deganing? Oxirgi gapim. Agar ularni tashlab kelmasangiz, bolalaringiz bilan o'zim ketaman. Oyi, uyda o'tirib zerikib ketgan bo'lsangiz kerak. Yuring, aylantirib kelaman. Sekinroq. Ehtiyot bo'ling, oyi. Voy, tinchlikmi? Qayerga ketyapsizlar? Ishing bo'lmasin. Yuring, oyi. Bo'lam. Biz qayerga ketyapmiz o'zi, a? Ha, oyi, bitta joyga. Menga qarang oyi, shunchalik qorningiz to'ymayaptimi? Bu qanaqasi? Ertalabdan kechgacha chaynalib, qovshanib yurasiz. Gapiring. Ha, bo'lam. Yana bilasan, tishlarim yo'q. 3 kun oldin og'zimga turshak solib yurgan edim. Shuni endi yeb bo'ldim, bo'lam.